Muhtaram Prezidentimizning tashabbuslari bilan hozirgi kunda chala tug'ilgan chaqaloqlarga juda ham katta e'tibor berilyapti. Hozirgi kunda chala tug'ilgan chaqaloqlar retinopatiyasi kasalligini oldini olish uchun katta ishlar qilinyapti. Hozirgi yangi programma Retina AI programmasi butun respublika bo'yicha olib borilyapti. Shuni yo'sinida chala tug'ilgan bolalarda retinopatiya kasalligini barvaqt aniqlash, davolash, ularni prognoz qilish va skrining qilishga juda katta e'tibor berilayotgani uchun hozirgi kunda bunday bolalarni ko'pgina kasalliklari, undan tashqari immuniy retinopatiya kasalliklari ko'p aniqlanyapti. Ularni hozirgi kunda yuqori texnologik amaliyotlar, intravitreal inyeksiya, lazer koagulyatsiya amaliyotlarini O'zbekistonda ham amalga oshirilyapti. Shuni hisobiga bolalarda barvaqt ko'r bo'lib qolish yoki ko'rish qobiliyatini yuqori darajadagi yo'qotishlarni oldini olinyapti va bolalarimiz hozirgi kunda ko'rish qobiliyatlari tiklanyapti. Hozirgi kunda mamlakatimizda onalik va bolalik sohasiga juda ham katta e'tibor qaratilmoqda. Bugungi kunda markazimizda aynan chala tug'ilgan chaqaloqlar uchun ancha shart-sharoitlar yaratib kelinmoqda. Chaqaloqlar retinopatiyasi, ya'ni ko'z qarachig'i bilan bo'lgan muammoni hozirgi kunda yechimi aynan yuqori texnologik jarrohlik jarayonlar bilan o'ta uzviy bog'liqdir. Shu kungacha shu muammoni yechish uchun Xorazm filiali ona-bola markazimizda yuqori texnologik bo'lgan retinal kamera bilan ta'minlangan va shu kungacha 100 dan ortiq chaqaloqlar skriningdan o'tkazilgan va chaqaloqlar retinopatiya skriningni o'tkazilish natijasida 9 ta chaqaloqda muammo topilgan va shulardan 2 tasiga mana bugungi kunda birinchilardan bo'lib markazimizda vitreal inyeksiya jarrohlik muolajasi o'tkazilgan va hozirgi kunda yaxshi natija bergan. Toshkent shahrida kelgan mutaxassis bilan birgalikda o'zimizning markazimiz mutaxassisi bilan malaka oshirishdi va ularning natijasida bugungi kunda bir nechta marotaba chaqaloqlarga yordam bermoqdamiz. Bundan tashqari qo'shni hududda joylashgan Qoraqalpog'iston Respublikasiga kiradigan barcha hududlarni barchasiga skrining retinal muammosi bo'lgan chaqaloqlarga skrining yo'lga qo'yganmiz. Hozirgi kunda bu skrining shu chaqaloqlarga bepul yordam beryapmiz va kerakli jarrohlik muolajalarni mana ilk marotaba markazimizda yo'lga qo'yilgan va bundan buyon barcha kerakli jarrohlik jarayonlar, inyektsion jarayonlarni markazimizning o'zimizdan bugundan boshlab o'tkazamiz.